Hammamizga ma'lum, bugungi kunda demak do'konlarga yoki savdo obyektlariga kirganimizda xarid yakunlari bo'yicha xarid chekini bermaslik holatlari ko'pincha kuzatiladi. Xo'sh, bu holatda nima qilish kerak? O'zi sotuvchi har bir xaridorga xarid chekini berishga majburmi? Keling shu haqida qisqacha gapirib o'tamiz. Har bir savdo yakunlari bo'yicha xaridorga sotuvchi tomonidan xarid cheki berilishi shart hisoblanadi. Agarda sotuvchi tomonidan xaridorga xarid cheklari berilmasa yoki berishdan bosh tortilsa, albatta sotuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 221-moddasi 1-qismiga muvofiq 5 million so'm miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi. Shunday ekan, siz bevosita savdo obyektlari yoki do'konlarda savdo sotiqlarni demak amalga oshiryapsizmi? Albatta xaridorga savdo yakunlari bo'yicha chekini berishga majbur hisoblanasiz. Agarda fuqarolarimizdan so'rab qolgan bo'lardik, xarid yakunlari bo'yicha sotuvchilar demak xarid cheklarini berishdan bosh tortsa, bevosita soliq ilovasi orqali soliq hamkor bo'limiga kirish orqali ushbu huquqbuzarlik haqida xabar berishlari mumkin hisoblanadi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.